UAZ Patriot avtomobilini ko'rsataman. UAZ holati zo'r, tog'larga, off-roadlarga juda ham bardoshli mashinalardan bittasi. Bemalol ko'rib ko'rsatib tekshirib olsangiz bo'ladi. Kraskasi yo bitta yo ikkita ekan, holati zo'r mashinani. Balonlargacha yaxshi holatda turibdi, o'zini firmaning diskalarida turibdi. Balonlar razmeri ham chutki, holati zo'r, baland. 154 ming kilometr yurgan, metan gaz balonlarigacha bor ekan mashinani. Xo'p, 4x4 rejimlarda ikkitalab baklarigacha, abagaylargacha bor, test monitorli qo'yib qo'yishgan, konsenlargacha ishlab turgan ekan. Mashinaning holati yaxshi ekan. Oldi hablarni ham menga olib qo'yishgan, gaz balonlarini ham chiroyli o'rnatib qo'yishdi. Yaxshicha qilib zo'r qilib qo'yishdi. Ozgina qarab olsanglar, zo'r mashina bo'ladi. Ranglari ham oq chiroyli. Bemalol ko'rib ko'rsatib olsangiz bo'ladi. Zapaskiga ham bunaqa temirlarni cho'tki qilib, suyni qilib qildirib qo'yishgan ekan. Mashina yaxshi ekan, hech qanaqa xarajati yo'q ekan, hablarni yenga olib qo'yishgan ekan, holati zo'r. 7200 ga beramiz, bosib